Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Surxondaryo viloyati Angor tumani Qo'shtegron mahallasida 723-724 konturlarda amalga oshirilgan. Bu yerda Doble nomli tarvuz ko'chatlari ekilgan. Bu yerning hajmi 10 gektarni tashkil etadi. Eni 300 metr, uzunligi 350 metrni tashkil etadi va 20 ta dehqon xo'jaligiga ajratilgan. Zamonaviy uslublarda parvarishlanmoqda. Mineral o'g'itlar va sug'orish ishlari zamonaviy uslubda olib borilmoqda. Bunga bekitilgan lider tadbirkorimiz Agrolimon Bunyod MChJ. Har bitta dehqon xo'jaligiga yarim gektardan yer maydonlari ajratib berilgan va kelgusida har bitta dehqon xo'jaligi 50 tonnadan tarvuz olish kutilmoqda. Kelgusida yerlarni kengaytirib, dehqon xo'jaliklari yuqori daromad olishi kutilmoqda.